Mana o'sha trenddan tushmay turgan apparatimiz O'zbekistonda nomer 1 bo'lib turgan 220 voltda ishlaydigan shlaka blok uskunamiz. Bu uskunamiz nima qiladi? Bu uskunamiz shlaka blok quyib chiqaradi. Endi umuman 3 faza tok kerak emas. 3 faza tokni tushirish, tortish haqida o'ylash ham keragi yo'q. Chunki to'liq meshalkasi ham, apparatni o'zi ham 220 voltga ishlaydi. Apparatimizga mana yangi motorlar bilan qo'yilgan. Motorlarimiz hammasi yangi, detallari hammasi 100% yangi tayyorlangan uskunamizda. 17 ga 37 razmerda 3 ta teshiklik Samarqandga qarab xudo xolasa yo'lga chiqadi. Apparatimiz 220 volt tokka ishlaydi. Yana qayta aytamiz, endi 3 faza kerak emas. Shlaka blok ishlab chiqarish uchun umuman 3 faza tok kerak. Oddiygina xo'jalikda o'zida ham bemalol 220 voltda 1,5 mingta, 1000ta, 1200 ta, 1300 ta 3 ta 4 ta odam bilan bemalol 2000 tagacha g'ish quyadigan uskunamiz mana shu bo'ladi. Buni har xil razmerlarni zakaz bo'yicha tayyorlab beraveramiz. 19 ga 39, 17 ga 35, 16 ga 36 hammasi zakaz bo'yicha bo'ladi. Eng qisqasi preslarni ishlasak tushadi, 220 voltda ko'tarib tushiradigan bir knopkaligi bo'ladi mana. Toklik varianti mana. Buni o'zi yetib kelganda to'xtaydi. Mana shu holatda bemalol olib quyib ketishlaringiz mumkin. Apparatimiz 100% 220 voltda ekonomik variantda chiqarilgan, balonlari ham hammasi originaldan qo'yilgan. Yangi hamma detallari, hattoki ishlatilgan detallargacha, bolkaga, shuruplargacha yangi qo'yilgan. Endi buni meshalkasi haqida gaplashamiz. Albatta buni meshalkasi bor. Bu meshalkasi ham o'sha 380 katta meshalkalar bilan bemalol raqobat qiladigan meshalka bo'lib, bu apparatimiz 220 volt tokka ishlaydi. Mana razvedkani ulab qo'yganmiz. Tok mana chiqarib qo'yganmiz. Apparatimiz meshalkamiz lislari qalinligi 8 mm. Toki mana bunaqa kurakchalari ham bor apparat uchun. Diametri 1200 diametrda 8 lik yangi materiallardan tayyorlangan. Bu meshalkamizda ham bironta qo'llariga ham eski detal ishlatilmagan. Nimaiki temir ishlatilgan bo'lsa, hammasi yangi ishlatilgan. Reduktorlarga keladigan bo'lsak, mana Xitoydagi gitara reduktoridan qo'yilgan bo'ladi. Xudo xolasa, apparatlarimiz 100% 220 volt tokka ishlaydi. Bemalol 380 mana shu diametrdagi 1200 diametrdagi meshalkalar bilan bemalol raqobat qilaveradi. O'sha 3 faza meshalkalarimiz tayyorlagan rastorda ham bemalol mana shu apparatimiz tayyorlaveradi. Kimga mana shunaqangi uskunalar 220 voltda ishlaydigan uskunalar kerak bo'lsa, mana shu ekran tagida raqam qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Meshalkamizning narxi 220 voltda ishlaydigan 18 million so'm. 220 da ishlaydigan shlaka blok quyuvchi uskunamiz 18 million so'm narxi. Kimga qiziq bo'lsa, ekran tagida raqam qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar.